Lekin narxlarimiz ancha tushib qoldi. Mahsulotlarimizni tanishtirib bering endi aka. Bo'lmasa bir boshdan temirdan boshlayveramizmi yo poltaxtadan boshlaymiz? Qaysi qulay sizga? Temirlardan boshlaylik. Bu laga deyiladi. 2.30 uzunligi, 12 ga 4. Donasi 78 ming. Donasi 78 ming. Keyin mana eshik bozlarimiz bor mana. 2,5 metr, 255, 10 ga 5 bo'ladi. Donasi 120 ming. Keyin mana turbalarimiz bor. Turbalar donasi 55 ming. 280 uzunligi. 280 uzunligi. Bu lesimiz, xomlis deyiladi. Xomlismi qalinligi necha bo'ladi? 2 stinka. 2 stinga bo'ladi, bu. 2 bo'ladi. Narx qancha chiqadi kvadrati? 100 ming so'm. Tekizlangan holatimi yoki shu holat? Farqi yo'q. Bu farqi yo'q. Tekizlangan kvadrat qo'shiladi, o'sha hisobiga to'g'ri kelaveradi. To'g'ri kelaveradi. Bunimiz yollismi bu? Yo'q, bu ham tomli. Bu ham tomli. Keyin mana bitta 6 ga 6 profillarimiz, bu xoriqlaydigan. Bular donasi 680 ming. 680 170 uzunligi, 6 ga 6 profil. 6 ga 6 profil. Buni qalinligi lekin qalin bo'ladi, bu ham. Bular 3,5 stinka. 3,5 stinka. Mana bu ustunliklarimiz bor. Ustunlik 10 ga 5, 10 ga 15 deyiladi, 2.30 uzunligi, 225 ming donasi. 225 ming so'm. Keyin bunisi bor, 12 ga 13. Bu ham 2.10 bo'ladi uzunligi. Donasi 160 ming. 160 ming so'm chiqadi. Xo'p, endi bugun konteyner ham sotiladimi? Butun konteynerlar 6 metrlik 800 dollardan boshlanadi, 12 metrligi 1,5 mingdan boshlanadi. 1,5 mingdan boshlanadi. O'zbekiston bilan dastavkasi ham kelishgan holatda bo'ladi. Xo'p, yana endi bu qanaqalarga chanalarimizni aytib ketamiz. Ularni hozir po'singa ishlatishyapti ko'proq. 11.70 uzunligi, donasi 500 ming beradi. 500 ming bo'lsa 11.70 bo'lsa 45 ming atrofida tushyapti. Xo'p. Endi lagaligimizda yana bitta turi bor. Bu bir tomoni katta, bir tomoni kichkinasi bor mana. Bu ham 225 dan 230 gacha, 230 deyiladi. Donasi 74 ming so'm. 74 ming so'm chiqadi. 3 ga 1lisimiz bor. 4 lik stinkasi 3 metrga 1 metr. Donasini 550 ming qilib beramiz. 550 ming so'm. Bu arava ham sotiladimi yoki bu pakajga qo'yilgan? Klientga. 4 ga 4 profillarimiz bor. 4 ga 4 profilimiz. 4 ga 4 profil. Ikkala tomoni ham suvar kraska bo'ladi. Kraska, o'z kraskasi o'zi bilan. 40 ming so'm mash holati, svarka qilinmagan. Keyin mana bitta svarka qilinadi bu apparatda. Svarka qilingani bor. Bu buni asosan haligi tomlarga ishlatishyapti. Tomlarga, teplisalarga, qurilishga ishlaydi. Buni donasi 42 ming. 42 ming so'm chiqadi. 260 uzunligi. Metr qanchaga to'g'ri keladi bu? 280 dedingiz. 17 ming so'm, 16 ming so'm atrofida to'g'ri keladi. 16 ming so'm. 50 sm deyiladi. O'sha laga, shivellarda kamiga ulanadigan bor mana. Donasi 14 ming so'm. Donasi 14 ming so'm. Bu apparatlarimiz chiqaradigan apparat. Shu 4 ga 4 chiqaradigan apparatimiz. Bunisi qaytsa bunisi 4 ga 4 chiqaradi. Profil bunisida svarka qilinadi mana. Uni chiqarishlarini video davomida qo'yib ketaman o'zim. Ko'rish mumkin. Bu metallmi? Bu metallmi bu nima? Bu ham sotiladi. Sotiladi. 3800 so'mdan qilib beramiz. 3800 so'mdan og'ir temir, toza temir. Xo'p, yana nimamiz qoldi, xudo xolasa? Endi poltaxtalarimiz qoldi. Poltaxtalarimiz asosiy poltaxta. Uyga ishlatgani hozir rosa uylarga zo'r bo'lyapti. Qalinligi 3 sm, odamlar o'sha qo'ygan odamlar qaytib olyapti yana. Bu haligi o'ynab qolib nima bo'lmaydi, tekis turadi. Mana shu kattalarimiz holati yaxshilarni donasi 310 ming so'm, kvadratini 110 ming qilib beramiz. 110 ming so'm. Xo'p, buni razmeri nechiga necha? 240 ga 116. Kattasi. Keyin 163 ga 63 ligi bor, kichikroqi, u 80 ming so'm. Keyin xuddi shuni 140 ga 116si bor. Endi menga haligi bir arzonrog'i bir haligi nima desa bo'ladi, o'zi bilasiz. Arzonroq haligi bir cho'ntak bor, cho'ntak bo'lsa arzonroqlari ham bor. Yorug'da bor, holatda. Hozir molxonalar tepasiga mol tagiga ham olyapti odamlar. Mol issiq turish uchun. Issiq turadi. Keyin suvga ham chidamli. Mana mashinadan terib ketaveradi. Qo'yib terib ketilaveradi. Buni aka cho'ntak bor kvadrati. Kvadratini 50 ming so'm qilib beramiz. 50 ming. Teng barobar arzon. Bozorda o'zi bilsangiz
Hali 1,5 santimetrlik, 1,5 santimetrlik taxtani Rossiyalikda. Rossiyalik. 30 ming, 35 ming sotyapti kvadratini. Kvadrat. Orasi ochiq bo'ladi. Ha. Biz konteyner polimiz hammasi zich, uchlik xalligi 50 ming so'm qilib beramiz. Ha, buni hali qo'ysa mixlash ham shart emas. Shuni qo'yadi, shuni turaveradi. Holati zo'r. O'shanga so'radim-da, bu endi bular ham narx arzonroq bo'lsa kerak. Mana o'sha 1.40 ga 1.16 deganim mana. Buni 80 ming so'm kvadrati uylarga. Marsi 1.63 ga 63. Bu ham 80 ming so'm. Keyin shuni arzonrog'i bor mana. Buni uncha-muncha defekt borlar mana. Uncha-muncha defekti bor. Ozgina endi misol 99% joyi sog', endi 1%, 2% misol 5% gacha endi yongan bir haligi. Buni arzonroq beramiz pulini ham. Ha, ichidan sal chiqib qolganlari. Buni 60 dan qilib beramiz. 60 ming so'm. Kvadratga o'lchanadi hammasi. Kvadratga o'lchanadi. Mana o'sha 50 mingligi. 50 ming. Eng arzoni shu ekan. Shu kadar shuncha ma'lumot berdik. Xudo xolasa mehnatimizni qadrlagan holatda like bilan kommentar yozib Alloh qo'rqitsangiz biz uchun muhim. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bo'yda tumani, Kaminteron qishlog'ida. Dehqonoboddan bo'lyapti. Akamiz o'zi Xudo xolasa kutib oladi, kelaverasizlar.